Bismillah, alhamdulillah va ba'd. Arab tilini 10 kunning ichida o'rganamiz. Hajga yoki umraga borganda, ko'cha-ko'yda bo'lganda adashib qolmaydigan darajada odamlar biz arab tilini bilar ekan, mashaalloh deydigan darajada qilib o'rganib olamiz arab tilini deb sizlar bilan va'dalashgandik. Mana bugun kursimizni ikkinchi kuniga yetib kelibmiz. Kursimiz atigi 10 ta darsdan iborat bo'ladi. Birinchi darsni ko'rib turib kelib turgan bo'lsangiz, nurun ala nur. Oxirigacha borishingizni, bir istiqomat qilishingizni, bu darslarda sobit turishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Darslarni ko'rar ekansiz, biz ham haqqimizga duo qilib qo'yishni unutmang. Xo'p, lekin birinchi darsni ko'rmagan bo'lsangiz, ma'lish, muammosi yo'q inshaalloh. Albatta bu dars ham sizga manfaatli bo'ladi. Sababi birinchi kirish qismimizda nima uchun biz gapira olmaymiz, nima qilsak gapirishimizga yordam beradi degan mavzu haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Mana shundan manfaat olib qolasiz. Va lekin shunga qaramasdan men sizga shunday kanalimizga o'tib turib, birinchi darsimizni ko'rib, undan keyin darsimizga qaytishingizni tavsiya qilib qo'ygan bo'lardim. Atigi 10 ta darsimizdan iborat, 10 ta darsni cho'tka qilib o'qib bering. Undan keyin inshaalloh Alloh nazari bilan ko'cha-ko'yga borganda, hajga, umraga borganda bemalolroq gapirib, yo'lingizni yo'qotib qo'ymaydigan darajada odamlar sizni ko'rganda arab tilini bilar ekan, yaxshi o'rgangan ekan, ancha o'rgangan ekan shekilli deb o'ylaydigan darajada o'rganib olamiz inshaalloh. Va videoni ko'rar ekansiz, like bosib qo'ysangiz YouTube algoritmi uchun ko'proq insonga borishi uchun xizmat qilar ekan. Hamda mana bu yerdagi podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysangiz, darslarimizni yo'qotib qo'ymaysiz. Barakallohu fikum. Unda boshladik. Ko'pchilik tanishlarimiz bor. Arab tilini necha yillardan beri o'rganishadi. Va ba'zi ustozlarni ham bilamiz. O'zlari haqiqatan arab tilini nihoyatda zo'r bilishadi. Qanchadan qancha kitoblarni tarjima qilishgan. Va lekin nima uchun arab tilida ravon gapira olishmaydi? Va shaxsan o'zimiz ham arab tilini 2-3 oydan beri o'rganyapmiz. Ba'zilarimiz bo'lsa 5-6 oydan beri o'rganyapmiz. Garchi 1 oydan beri o'rganib turganlarimiz ham bo'lsa, ma'lum bir miqdorda gapirishimiz lozim edi. Nima uchun gapira olmaymiz deyilsa, buni asosiy 3 ta omili bor. Asosiy 3 ta sababi bor. Bu arab tilini o'rganishdagi xatolikdan kelib chiqadi. Siz arab tilini endi boshlayapsiz ekan, mana shu darsimizga Alloh taolo sizni yo'llab qo'yibdi, tavfiq berilib qolibsiz. Bu ham Allohning tavfiqida. Xursand bo'lingki, mana shu men aytadigan maslahatlarga amal qiling. Endi boshlab turgan paytingizda Allohning izni bilan juda ham go'zal tarzda ketasiz. Birinchi qoidamizni kelishgandek, tarjima qilmaslik edi. Va undan keyin gapirishga bizni gapirishdan to'suvchi narsa bo'lsa, grammatikaga haddan tashqari yopishish. Ko'pchiligimiz arab tilini endi boshlaganimizda nahvdan boshlaymizmi, sarfdan boshlaymizmi? Vaholanki Al-Azhar, dunyo tan olgan Al-Azhar universitetlari, Madina Islom universiteti va Saudiyadagi universitetlar bo'lsin, Misrdagi haqiqiy arab diyorlari bo'lsin, hech qachon unaqangi qilib boshlanishi bilan grammatikani o'rgatib ketishmaydi hech qachon. Istalgan tilni o'rganib turganda yosh bola kabi o'rganish kerak. Yosh bola qanaqa qilib o'rganadi? Onasining qornidan tug'ilib, menga ega bilan kesimni o'rgating deydimi? Yo'q. Balki yig'laydi, keyin dadasi oldiga kelib dada degan deydi. Eshitadi. Oxirimda turadida, "Cho'ta meni oldimga har kuni kelyapti bu odam. Yaxshi, yoshi ham katta ekan. Menimcha dadam bo'lsa kerak" deydi-da, keyin dada deydi. Dadasi unga xursand. Undan keyin sekin aya deydi. Ana undan keyin yana nimadirlar deydi. Xato gapiradi, boshqa qiladi, to'g'rimi? Grammatikani u maktabga borganidan keyin o'qisa o'qiydi o'shanda ham. Demak, grammatika bizga kerak emas hozir boshlanishiga. Grammatikani o'ylamang. Men nahv o'qirkanmanmi, sarf o'qirkanmanmi degan narsani mutlaq hayolingizdan chiqarib tashlang. Hozir boshlanishida biz so'z boyligimizni kuchaytirishimiz kerak. So'z boyligimiz hamda ko'proq eshitishimiz kerak. Hamda ikkinchisi bo'lsa, xato qilishdan qo'rqish. Mukammal gapirishni kutmang. Xato qilib o'rganasiz. Inson xatosidan o'rganadi. Arablar aytishadi, la yata'allamul insanu illa min kisihi deydi. Inson o'zi qilgan xatolardangina xulosa chiqarib o'rganadi. Yosh bolani misol qilib keltirdik, men yeyman dada non deydi. Va biroz muddat o'tganidan keyin odamlarni eshitadi va o'zini xato gapirayotganini his qilib, dada men non yeyman deb aytadi. Va agar bu xato gapirmaganida edi, bu to'g'ri gapni ham gapira olmasdi. Shuning uchun siz birdaniga to'g'ri gapiraman, birdaniga xatosiz ravon nutq qilaman deb o'ylamang. Xato qiling, mana shu xatolar orqali o'rganasiz. Xato qilishdan absolutely qo'rqmang. Mutlaqo qo'rqmang. Siz yoshingiz katta bo'lsin, nevaralaringiz bo'lsin, o'zingiz bir ustoz bo'ling. Ustoz ham xato qiladi kerak bo'lsa, mana deganlar ham xato qiladi kerak bo'lsa, inson xatokordir. Bu insonni tabiiy narsasi. Inson bu narsadan uyalmaydi xato qilishdan. Balki xato qilmaslikdan uyalish kerakki, xato qilmagan odam rivojlanmayapti. Rivojlanayotgan inson bo'lsa, albatta xato qilish kerak. Hamda uchinchi muammomiz bo'lsa, eng katta muammolarimizdan biri hisoblanadi tarjima, ichki tarjima. Ya'ni o'zbekcha o'ylab arabchaga o'girasiz.
men maktabdan keldim demoqchi bo'lsangiz yoki siz o'ylaysizki kitob chiroylidir. Al kitabu chiroyli jamilun deb aytasiz. Bunga asosiy sababimiz bo'lsa, siz o'rganayotganingizda o'sha aytganimizdek tarjima bilan yodlagansiz so'zlarni. Quruq so'zlarni tarjima bilan kitabun kitob, jamilun chiroyli, qabihun xunuk deb yodlagansiz. Vaholanki men sizga nima deyapman? Men al kitabu jamilun deb yodlang deyapman. Jumla shaklida yodlang. Ya'ni kitob chiroylidir degan jumlani tasavvur qilib, tasavvuringiz bilan yodlab oling. Bo'lmasa tarjima bo'lib qolasiz. Ichingizdan tarjima bo'lib qolasiz, umr bo'yi qiynalasiz. Umr bo'yi tili soqov bo'lib qoladi arab tilida. Ustozimiz aytishardi, "At-tarjamatu tu'iqu at-talibu tula hayatihi" derdilar. Tarjima qilish talabani deyishardi. Butun hayotida nogiron qilib qo'yadi deyishardi. Shu narsadan qochishimiz kerak. Asosan mana shu narsalardan qutulsangiz, mana shu narsalarga yo'l qo'ymasangiz, Allohning izni bilan nihoyatda bir nima desa bo'ladi, to'g'ri yo'lda o'rganasiz va ravon nutq so'zlashingizda bemalol yordam beradi inshaalloh bu narsalar. Barakallohu fikum. Va bunga o'tishdan oldin, ikkinchi darsimizga o'tishdan oldin, birinchi darsimizning so'zlarini biroz eslab olamiz. Kitabun, sa'atun, qalamun, daftarun, kursiyun, madrasatun, talibun, muallimun, varaqun, miswakun. Mana shu yerda men sizga masjidun, imamun, samaun, shamsun nima degani desam, nima deb javob berasiz? Javob beringda hozir siz. Ekranda meni kuzatib turibsiz. Shamsun nima degani? Siz menga quyosh deyapsiz-a? Quyosh deb turgan bo'lsangiz, mana shu yerda xatolik ketyapti. Shamsun deganda quyosh degan so'z kelyaptimi yoki shamsun deganda hayolingizda bir shams nima bo'lyaptimi, ko'rinyaptimi? Agar hayolingizda bir shams ko'ringan bo'lsa, nurun ala nur, nur ustiga ala nur. Lekin siz birdaniga hech o'ylanmasdan quyosh degan bo'lsangiz, mana bu yerda muammomiz. Mana shu narsadan qutulingsiz. Mana shu narsadan qutulingsiz. Ayna shamsu sizga savol. Ayna shamsu? Javobimiz ash-shamsu fis samai, osmonda. Mana shu shaklda yodlaysiz. Qamarun, mushafun, maktabun, ayna, fi, ala. Bu narsalarni o'rganib olgandik, ozgina grammatik qoidamiz edi bu ham. Nimadir so'ramoqchi bo'lsak, ayna bilan beramiz. Masalan, aynal maktabu, al qo'shib qo'yamiz. Aynal maktabu aytamizki, al maktabu fil madrasati. Aynal shamsu, ash-shamsu fis samai. أين الإمام؟ الإمام في المسجد. أين المعلم؟ المعلم في المدرسة. أين الطالب؟ الطالب كلامز bunga batafsil. أين الطالب؟ talaba qayerda? الطالب على الكرسي. الطالب على الكرسي. Va hokazo ko'rinishida gapirgandik. Mukammal qilib o'zlashgan bo'lsangiz, ikkinchi darsimiz ham oson qilib ketadi siz bilan. Allohning izni bilan. Tayyib. Mufradatul Madinati. Endi biz Madinaga borganimizda, hajga, umraga borganimizda bemalol gapiramiz deb kelishib olgandik va shuning uchun Madinaga borganda kerak bo'ladigan so'zlarni nima qilamiz? O'rganamiz. Mufradatun degani so'zlar, lug'at degani. Vocabulary deydi ingliz tilida, slovar. Zamzamun, zamzamun. Ya akhi, ey birodar, ayna zamzam? Zamzam qayerda? Takrorlang. Ya birodar, ya akhi, ayna zamzam? Al-babu, babun, babun. Hada babun masalan. Ayna babun? Siz Nabaviyning oldida yuribsizda, eshik topa olmayapsiz siz. Raqam masalan 17 deyishni bilasizda, o'rganib olganingizdan keyin 17 eshikka qayerda demoqchisiz? Bilmaysiz. Aynal babu deydi. Aynal babu? Qayerda bu eshik? Masjidun. Nabaviydan uzoqqa ketib qoldingiz, haramdan uzoqqa ketib qoldingiz, bilmayapsiz yo'lni. Qayerdan topib olasiz? Masjid demaysizda. Ya akhi, assalomu alaykum va alaykum assalom deganda kayfa halok deydi. Alhamdulillah bi xayr, yaxshiman deganingizdan keyin aynal masjidu deysiz. Masjid qayerda siz? Yo'l ko'rsatib yuboradi. Shukran deb ketaverasiz keyin. Siz mashalloh deydi, haqiqiy o'zbek deydi, to'g'risida. Ka'batun, aynal ka'batu misol uchun, Ka'batun, sayyaratun, sayyaratun, haqibatun, haqibatun, miftahun, miftahun, funduqun. Bu ko'p hojilarimizda bo'ladi. Funduqun. Mehmonxonalarni yo'qotib qo'yishadi. Mana shu paytda aynal funduq masalan yo'lingizda ko'rsatib, mana bu funduq qayerda deb turib, qo'lingizda ko'rsatsa, chekina bo'lsa, naqasi bo'lsa, manzili bo'lsa, mat'amun. Nima deb o'ylaysizlar? Mat'amun nima degan ekan? Mat'amun, restoran.
suqun bozor, hatifun telefon, tariqun yo'l, hammamun qahvatun, khubzun ta'amun, ihromga belgilab qo'ygan narsamizni qarang. Ihrom deganni bilamiz-a? Hizaun oyoq kiyim, fulusun pul. Bir video mashhur bo'lib ketganiku ko'rgan bo'lsanglar, ya robbi fulus deydi. Ya Alloh menga pul ber deydi. Ka'bani oldiga borganda Alloh taolodan ya robbi jannat so'rang, yoniga agar so'ramoqchi bo'lsangiz fulus desam bo'ladi. Naam yoki la. Buni bilamiz ko'pchiligimiz. Naam degani ha degani, la degani yo'q degani. Qaytarib olamiz. Sayyaratun. Ortimdan qaytaring. Sayyaratun. Ro. Sayyaratun. Haqibatun. Miftahun. Funduqun. Mat'amun. Suqun. Hatifun. Tariqun. Hammamun. Qahwatun. Khubzun. Ta'amun. Na'am. La. Fulusun. Hizaun. Ihromun. Biz kundalik so'zlashishimizda mana bu oxiridagi harakatini aytmasak ham bo'laveradi. Mat'am. Ayna al-hammamu deyishimiz shart emas. Ayna al-hammam? Ayna al-qahwa? Ayna al-khubz? Ayna al-ta'am? Ayna al-funduq? Oxirgi harakati lozim emas. Tayyib, barakallohu fikum. Bularni nima qilamiz? Yodlaymiz. Bularni o'zini shunday yodlab olmang-da. Men aytaman hozir qanday yodlashingiz kerakligini. Mana bu yerda mana bular bilan yodlaysiz. Undan oldin muhim qoida, jinslarni farqlab olishimiz kerak. Ingliz tilida he, she bor, o'zbek tilida ham bo'lish, o'zbek tilida bormi? O'zbek tilida yo'q. Murskoy rod, jenskiy rod deymiz, ayol jinsi, erkak jinsi. Arab tilida so'zlar ikki jinsga bo'linadi. Ikkita jinsli bo'ladi. Ayol jinsi bo'ladi, erkak jinsi bo'ladi gapirayotganimizda. Masalan, bu degan narsamiz bo'lsa, haza deb aytamiz. Mana bu yerda. Haza deb aytamiz. Masalan, aytamanki, haza babun. Mana bu eshikdir. Takrorlang. Haza babun. Haza masjidun. Bu eshik. Mana bu hazani aytyapman. Haza deb yoziladi, lekin haza deb o'qiladi. Haza deb o'qilmaydi. Haza. Haza hammamun. Mana bu hammomdir. Haza khubzun va haza ta'amun va haza ihramun va haza suqun va haza hatifun. Bular erkak jinslar. Ahmad deydigan bo'lsak, haza Ahmad. Yoningizda bir kishi bilan ketyapsizda. Haza masalan Muhammad, bu Muhammaddir deb aytasiz. Yoningizdagi birodaringizga qarab misol uchun. Endi buni muzakkar deb nomlaydi. Buni otani eslab qolsangiz yaxshi. Murskoy demaydi-da, muzakkar deydi. Ikkinchi jinsimiz bo'lsa muannas jinsi. Oxirida mana bunga o'xshagan tamarbutasi bo'lsa, oxirida tamarbuta deydi buni. Bilsanglar kerak. Tun deb tugasa, nima bo'ladi bu? Muannas bo'ladi. Endi bunda biroz o'zgaradi. Haza demaymizda, hazihi deymiz. Nima derkanmiz? Haza demaymizda, hazihi derkanmiz. Haza masjidun, hazihi ka'batun. Nega hazihi deyapmiz? Chunki ka'batun oxirida tun bilan tugayapti. Zaynab bo'lsa ham, Zaynab qiz bilan ismligi uchun hazihi derdik-a, shunday. Endi mana bu yerda ko'p chiqamiz. Siz menga haza bo'ladimi, hazihi bo'ladimi aytasiz. Zamzamun. Haza zamzamun. Babun. Haza babun. Bu eshikdir. Tarjima qilish yaxshi emas-da, o'zi aslida. Tarjima qilmasdan yodlang. Masjidun. Haza masjidun. To'g'ri. Ka'batun. Ka'batun. Hazihi ka'batun. Muannas, ayol jinsi bo'lib turibdi bu. O'zi zotan erkak jinsi, erkak kishi bo'lganda erkak bo'lardi, ayol kishi bo'lganda ayol bo'lardi. Lekin bular jonsizlarni faqatgina shu oxiridagi harfga qarab ajratamiz. Sayyaratun, hazihi sayyaratun, hazihi haqibatun, haza miftahun, haza funduqun, haza mat'amun, haza suqun, haza hatifun, haza tariqun, haza hammamun, هذه قهوة هذا خبز هذا طعام نعم لا نعتميمز هذا فلوس هذا حذاء هذا إحرام
ihrom kiyib olgansizda, ma haza deyapti, nima bu desa, haza ihromun deyapsiz misol uchun. Demak, kelishib oldik. Jinslarni nimaga qarab ajratilishini bildik-a? Oltin qoida. So'z oxirida mana bu harfni ko'rsangiz, tamarbuta deb nomlaymiz buni. Hazihi deysiz. Ko'rmasangiz haza deb ishlating. Qisqacha qilib aytganda. Demak, buni tushunib oldik. Ana endi mana bu na'am bilan lani ham bilib olganimizdan keyin, mana bu na'am ha degani, la degani yo'q degani bilib olganimizdan keyin, endi savol javob qilishimiz kerak-da. Masalan, siz aytasizki, mana bu hammommi deb aytishingiz mumkin. Hammom deb do'konga ketib qolmaysiz-ku, to'g'rimi? Misol uchun, hammomda tahorat oladigan joyda ishlatiladi, yuz qo'l yuvish uchun. U yerda asosan. Hal degani savol uchun ishlatiladi. Ya'ni savol so'raymiz. Misol uchun, qarang. Haza masjidun, misol uchun, masalan, haza masjidun, bu masjiddir deyapmiz. Endi bu masjidmi demoqchi bo'lsak, boshiga faqatgina nima qo'shib qo'yamiz? Mana bu qizilda turgan hal belgisini qo'shib qo'yamiz. Hal haza masjidun, bu masjidmi? Keling sinab ko'ramiz. Hal haza zamzamun, bu zamzammi? Hal haza babun, bu eshikmi? Hal haza masjidun? Hal haza miftahun? Hal haza funduqun? Hal haza suqun? Hal haza hatifun? Endi siz qilib ko'ring. Mana buni aytingda. Mana buni ayting. Hal haza tariqun? Hal haza khubzun? Hal haza ta'amun? Yaxshi. Mana buni qanday aytamiz deyilsa, hal hazihi ka'batun? Hal hazihi sayyaratun? Hal hazihi haqibatun? Chunki bu muannasa, ayol jins rodda turibdi. Hal hazihi qahvatun? Tushundingmi? Nima qilar ekanmiz? Demak, boshiga hal qo'shib qo'yar ekanmiz, savol bo'ladigan bo'lsa. Haza miftahun, bu eshik qadar deyapmiz. Endi aytamizki, bu eshikmi demoqchi bo'lsak, boshiga qo'shamiz har doim hal. Hal haza miftahun? Endi javobimiz nima bo'ladi deyilsa, ha yoki yo'q deb javob beramiz. Hal haza miftahun? Nima bo'ldi deb javob berasiz? Javob beringda. Naam, haza miftahun. Ha, bu miftah deyapsiz. Hal haza hatifun? Naam, naam, haza hatifun. Ha, bu hatifdir. Hal haza khubzun? Naam, haza khubzun. Hal haza ta'amun? Naam, haza ta'amun. Hal haza ihramun? Naam, haza ihramun. Endi boshqacharoq. Hal hazihi sayyaratun? Naam, hazihi sayyaratun. Hal hazihi qahwatun? La, naam, hazihi qahwatun masalan. Hal hazihi sayyaratun? Naam, la yo'q. Hazihi ka'batun, yo'q, bu ka'ba deb javob beryapmiz. Demak, umumiy tushundik qisqacha. O'qiymiz. Hal haza masjidun? Naam, haza masjidun. To'liqroq javob bersak yaxshiroq bo'lardi. Hal hazihi ka'batun? Naam, hazihi ka'batun. Hal haza miftahun? Naam, haza miftahun. Hal hazihi haqibatun? Naam, hazihi haqibatun. Hal haza babun? Naam, haza babun. Bu eshikmi desa, ha, bu eshik deyapti. Hal hazihi qahwatun? Qahvami desa, naam, hazihi qahwatun. Ha, bu qahva. Hal haza ihramun? Naam, haza ihramun. Hal hazihi sayyaratun? Naam, haza sayyaratun. To'g'ri gapirdimmi? Naam, haza sayyaratun bo'ladimi? Yo'q. Naam, hazihi sayyaratun. Chunki bu muannas. Hal haza ta'amun? La, khubzun deb yo'q, non deyapti yoki la, haza khubzun degan bo'ladi. Hal haza hammamun? Naam, haza hammamun deymiz. Buni nima qilasiz? Siz qaytib o'qib qo'ysangiz va e'tibor bilan o'qisangiz bo'ldi. Tarjima qilishingiz, boshqa qilishingiz shart emas. Sababi qiyin narsa emas, to'g'rimi? Shunda ham. Barakallohu fikum. Endi bu yerda al-mumarasatu degani mashq qilish degani bu yerda. Mashq qilish deyapti. Mana bularni uyingizda maza qilib, o'tirib olib o'qiysiz. Buni 5-10 marta o'qing. 10 marta o'qing kamida. Yodlab oladigan darajada, lekin bemalol tilingiz o'rnashsin-da. O'qiymiz.
Hada kitabun. Ortimdan o'qiysiz faqat. Hal hada qalamun. Ortimdan takrorlaysiz. Kibr yaxshi emas-da. Masalan, takrorlang deyapmanmi? Takrorlang. Bu orqali siz mendagi aksent, arab harflarini to'g'ri talaffuz qilish, arablardek talaffuz qilish, larni ham o'rganib ketamiz hamda buni yodlashingiz ham osonlashadi sizga. Shuning uchun takrorlang degan takrorlaymiz. Hazihi sa'atun jamilatun. Jamilatun qo'shilib qolgan, bilmaymiz bu so'zni, chiroyli soat degani. Aynal muallimu fil masjidi. Masjidda deyapti. Muallim qayerda? Masjidda. Hal hazihi madrasatun? Hal hazihi madrasatun? Na'am, hazihi madrasatun. Haza maktabun. Takrorlaymiz. Al-kitabu 'ala al-maktabi. Al-kitabu 'ala al-maktabi. Qayerda ekan kitob? 'Ala al-maktabi ekan. Maktabni ustida ekan. Maktab degani partani ustida ekan. Al-haqibatu fi sayyarati. Al-haqibatu sumka fi sayyarati. Sumka nima ichida? Hal o'qing. Halil miftahu fil bayti. Mana bu yerda nega bu hal edi-ku? Nega bu yerda kasra kelyapti deyilsa, siz o'qing. Siz mana shu narsani o'qib turavering. Xo'p deb o'qib turavering. Miyangizni chalg'itmang. Mana bu yerda birinchisida aytdik-ku, grammatika bilan chalg'ib qolish deb aytdik-ku boya. Mana grammatikaga haddan tashqari yopishish qiziq emas. Kelib olamiz, o'rganib olamiz inshaalloh deydi. Demak, mana shunaqa hal deb o'qiyotganman, bu yerda shunaqa o'qiyman deb qo'yaring. Sharhlash kerak bo'lsa sharhlab bera olaman, muammosiz, faqat hozir emas. Haza ihromun nazifun. Nazifun degan toza degani. Bu toza ihrom deyapti. Al imamu fi Makkah. Imom Makkada. Hal haza suqun? Na'am, haza suqun. Al qahwatu fil mat'ami. Haza khubzun lazizun. Bu laziz degan lazzatli degan, lazzatli non ekan, shirin non ekan. Al fulusu fil haqibati. Al fulusu, ayna al fulusu? Al fulusu fil haqibati. هل هذا حذاء؟ لا، هذا مثلا لباس. الورق على الكرسي. تكرر ليابسس. الطالب في الحمام. yaxshi. هذا طعام في الفندق. bu ovqatdir. Nimada deyapti? Mehmonxonadagi ovqatdir deyapti. هل الساعة في الطريق؟ هل الساعة في الطريق؟ qarang, soat yo'ldami deyapti. Soat yo'ldami? Katta soat binosi ya'ni. Hazihi sayyaratul muallimi. Biroz shunga o'xshagan so'zlar ketib qolgan, yoki buyurmaysizlar. Muallimning mashinasi mana bu yerda. Muallimning mashinasi deb tarjima qilamiz. Hazihi sayyaratul muallimi. Az-zamzamu fil masjidi. Siz so'raysizda, ayna zamzamu desiz aytadi sizga. Az-zamzamu fil masjid. Masjidda deydi. Haza babul masjidi. Mana bu masjidning darvozasi deyapti, eshigi. Halit talibu fis suqi. Halit talibu fis suqi. Talaba fis suqimi? Al-qamaru fis samai. Ash-shamsu jamilatun. Chiroyli degani. Shams chiroylidir degani. Haza mushafun. هل الدفتر xatolik ketib qolgan. هل الدفتر في الحقيبة؟ دفتر sumkadami? لا، yo'q. السيارة في الطريق. هذا فندق بعيد. bu uzoq, بعيد degani uzoq degani. Uzoq degani nimami? هل القلم على الورق؟ varaqning ustidami qalam? هل هذا هاتف جديد؟ bu yangi telefon. الكرسي في المدرسة. takrorlayapsiz. Kursi madrasada. Halil muallimu, xato ketib qo'ygan. Halil muallimu fi sayyarati. Tarjima qilingchi shuni. Tarjima qilish ba'zida kerak bo'ladi. Tarjima qila olgan bo'lsangiz, qoyil gap yo'q. Mashinadami? Muallim mashinada. Hadha ta'amu at-talibu. Talabaning taomi bu. Al-haqibatu 'ala al-maktabi. Haqiba maktabning ustida. Partani ustida. Hal hadha babul funduqi? Funduqni anaqa nima edi bu? Mehmonxonani naqasimi deyapti, eshigimi deyapti. Eshigimi bu? Al-miswaku fil masjidi. Miswak masjiddadir. Hadha mat'amun qaribun. Bu yaqin anaqa nima edi bu? Restoran. Halil qalamu fil hammam.
Hammomdami qalam deyapti. La, yo'q deyapti. Demak, sizdan talab qilinadigan narsa, buni yaxshilab o'qiysiz. Mana bunga o'xshagan joylari kelib qolgan, bularni o'qib turib tushunolasiz. Muallimning nimasi, nima edi? Mashinasi va hokazo. Buni 40 ta so'zni yaxshilab bunaqa qilasiz. Screenshot qilib oling. Screenshot qilib oling yokida mana bu yerga yozsangiz, Telegramga arab tili jamiyati deb yozadigan bo'lsangiz, kanalimiz chiqib keladi. Ana o'sha yerga yuborib qo'ygan bo'lamiz mana shu qo'llanmani inshaalloh. Va mana bu yerda bo'lsa, kitabun, sa'atun, qalamun, daftarun bo'lgan o'rgangan so'zlarimizdan bora Ka'batun, masjidun, babun, zamzamun va hokazo ko'rinishida nima qilamiz? Takrorlab olishga olsak bo'ladi inshaalloh. Demak, shu bilan 40 ta so'zni biz aktiv bo'ldi. 40 ta so'zni yaxshilab dars qiling. Qo'l uchida dars qilmang hech qachon. Gapirganda ham bittadek aytadigan bo'ling. So'mka, bu so'mkami demoqchi bo'lsangiz, hal anaqa, men qana savol so'rardim, haldirmadim, nima edi deb o'ylamang. Hal hazihi nima edi so'mka degan narsa bo'lmasin. Haqibatun shu darajada zo'r qilib, shu darajada chiroyli qilib yodlang. Qanday qilib yodlayman desangiz, jumla tuzib yodlang. O'zingiz hazihi haqibatun, haza miftahun, al haqibatu jamilatun, chiroylidir. Al haqibatu fil masjidi, shunga o'xshagan jumlalar tuzib yodlaysiz. Toyib, barakallohu fikum. Atiga 8 ta darsimiz qoldi, Alloh nazi bilan. Va darsimizni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga bitta like bosib qo'ysangiz, atrofni ko'pchilikka yetib borishiga sababchi bo'lib qolar ekan. Ko'pchilikka yetib borishiga sababchi bo'lib qolar ekan YouTube algoritmiga munosib ravishda. Mana bu yerda qanaqadir tugmamiz bor ekan, buni ham bosib qo'yamiz. Rasmiyatchilik deyishadi-ku. Toyib, barakallohu fikum. Narakum lahiqan. Alloh taolo ilminglarni ziyoda qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi